Keyingi yillarda O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi hamkorlik aloqalari mustahkamlanib bormoqda. Kuni kecha O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazida muloqot, hamjihatlik va istiqbol mavzuida davra suhbati tashkil etildi. Unda Abu Dabidagi Manara hamjihatlikda yashash va mintaqaviy muloqot markazi vakillari ishtirok etishdi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Tadbirni O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Firdavs Abduxoliqov ochib berdi. Shuningdek, Manara markazi rahbari Dr. Ali Rashid Al-Nuaymi ham so'zga chiqib, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni yuksak baholadi. Ikki davlat o'rtasidagi istiqbolli rejalar amalga oshirilmoqda. Bu mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik, hamjihatlik va hamkorlik aloqalari ravnaq topishiga o'z hissasini qo'shadi deya ta'kidladi Manara markazi rahbari. Islom sivilizatsiyasi markazi birinchi navbatda o'zbek xalqining buyuk ajdodlari ilmiy merosi, tarixi va umumbashariyat sivilizatsiyasi rivojiga qo'shgan hissasini o'zida ifodalaydi. Davlatingiz rahbarining bu tashabbusi O'zbekistonning tashqi imidji uchun juda muhim. Bugun imzolangan memorandum biz uchun ma'rifiy islomni xalqaro hamjamiyatga yetkazishda yangi davrni boshlab berdi. Tadbir yakunida Islom sivilizatsiyasi markazi va Manara markazi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Unga ko'ra O'zbekistondagi markaz binosida Manara markazining filiali faoliyati yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, tomonlar o'rtasida esdalik sovg'alari ham almashildi. Ushbu hamkorlik ikki davlat o'rtasidagi madaniy va ilmiy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilishi bilan birga O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining xalqaro mavqeini yanada oshirishga hissa qo'shadi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, joriy yilning sentyabr oyida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining ochilish marosimi bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. Muzeyga tashrif buyuradigan mehmonlarga yuqori saviyada xizmat ko'rsatish maqsadida markazning bir guruh ilmiy xodimlari Birlashgan Arab Amirliklariga malaka oshirish uchun yuboriladi. Muhiddin Ergashev, Abdulaziz Abdusamatov, Hudud informatsion dasturi uchun.